Sizga gapim bor edi. Nima gap yana? Gapir. Qachongacha otangiz bilan yashaymiz? Nima bo'ldi yana? Jonimga tegib ketdi qarcholga qarash. Sekinroq gapir, eshitib qoladi o'zi. Eshitsalar eshittursinlar. O'zi otam olib bergan uyda yashayotgan bo'lsak, yana otangizni olib kelib olgansiz. Sabr qil, hammasini to'g'rilayman. Yaxshi bo'ladi hammasi. Sabr? Qachongacha sabr qilishim kerak? Sabr ekanda. Kimniki o'ziga. Har kimniki o'ziga hal ko'rsataman. Jonga tegish so'zlari. Har kimniki o'ziga. Bobojon, qornim och qoldi. Bolajonim, mana meni ovqatimni yeb qol. Ol. Qorning ochib ketibdi. Ibrohim bola, nega boboyning ovqatini yeyapsan? Oylig'im bo'lmayapti, qornim og'riyapti. Ibrohim bolam, Senga nima bo'ldi? Ibrohim bolam, qo'rqitma bizni. Ibrohim bola, ko'zingni och. Senga nima bo'ldi? Tez yordam chaqiring qizim. Hozir mana chaqiraman. Bolam, qo'rqitma bizni. Meni qo'rqitmagin. Bolam. Ibrohim.